Assalomu alaykum do'stlar. Hozir bir narsa video ko'rib qoldim Instagramdan. Hayron qolaman-da. Mana hozir Rossiyadan men ham to'g'ri qishloq joydaman. Hozir aytadigan gaplardan keyin sen qishloqda ekansan-da desanglar kerak. Shu internetda ko'rib qoldim Instagramdan. Putinni gapirtirib montaj qilishib o'zimiz o'zbeklar qilganda shuni ham endi o'zimiznikilar musofirlar qilgan yo. Montaj qilib o'zbek tojiklarni urushga jalb qilib to'g'ri sizlar o'zinglarcha Instagramda videoni qilaman. Instagramdan prosmotrim, like'im bo'ladi deb o'ylasanglar kerak balkim. Lekin yana bir tomoni bor-da. Shu musofir yurtda yuramiz. Shuni baribir O'zbekistondan internet rivojlangan. Farzandlarimiz ko'radi, onamiz ko'radi, bir xilligimizni ayolimiz ko'radi, opa, singil va hokazo. Ular O'zbekistonda yurib turib xavotir olishadi. Shularni o'ylamayapsizlar-da. Balkim faqat o'zingizga plyusdir, lekin xalqqa juda qiyin qilib qo'yapsizlar shu video chiqarib, montaj qilib. Xudoga shukr, tinch, hamma yo'q yaxshi. Hech vahimaga o'rin yo'q. Dokumentlarni chotki qilib yursanglar, birov sizlarga aytadi, "Mishig'izni pishtamay" deydi-yu. Yaqab ketdi, uni qildi, bu qildi deganlar shu bir nusi bor, shunaqa bo'ladi-da. Shuning uchun video chiqaryapman, o'ylanib qo'ysam bo'larmikin deb qator o'zingiz ko'rib, keyin qo'ysanglar muvofiq bo'lardi. Mana Xudoga